Assalomu alaykum hurmatli podpischiklarim, do'stlar, biz hozir chegaraga kirib ketyapmiz. Viza chiqmadi, to'g'risi. Ko'pchilik aytayapti, vizasi borib ko'ringlar, baxtlaring bo'lsa, o'tib ketasizlar deyapti. Vizasi o'tkazib yuboradi deyapti. Tavakkal Xudo, Alloh xohlasa duo qilib turinglar, kirib ketyapmiz. Inshaalloh o'tkazib yuborsa zo'r bo'lardi. Bu hozir viza yo'q bunda. Birinchi buni o'tkazib yuboraman. Agar qaytarsa birga qaytamiz. Men birinchi kirmayman, birinchi siz kirasiz. Do'stlar, xullas, bismillah deb mana chegaraga qarab yo'l olyapmiz. Agar o'tib ketsak, u yog'ida antenna chiqmaydi, sim karta olganimizcha video qo'ya olmayman. Inshaalloh duo qilib turinglar. Keyingi videoyim Saudiyada bo'lsin. Inshaalloh juda kutyapman. Bismillah, ketdik do'stim. Duo qilib turinglar. Afsuski do'stlar, Bilolbekni yana qaytarib yubordi. Eng qiziq hozir so'radik do'stlar, hammasini so'rab oldik. Nima uchun bunga viza chiqmayapti? Nima sabab bo'lmayapti desak, ular aytdiki, bular umraga borgandek bo'lyapmiz deyapti. Ilohim do'stlar, oz qoldi. Ka'bani atrofida shunaqangi sizlarga duolar qilaman. Sizlar ham borgandek bo'linglar, ilohim. Kuzatinglar, inshaalloh ertagacha kutamiz. Afsuski do'stlar, mana 5 kun harakat qildik va iloji bo'lmadi, to'g'risi do'stlar, vizasi chiqmadi. Bitta yo'li Afrikaga borib kelish kerak ekan. Men bormoqchi edim, birga borib kelmoqchi edim. Lekin menga ham viza, Afrikaning vizasi O'zbekistondan chiqar ekan. Shu sababli endi do'stlar, o'zim yo'lda davom etyapman. Hozir akamiz keldi, Bilolbek ishxonasidagi akamiz mana. Hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, Bilolbekni ko'risham inshaalloh do'stim. Do'stlar, yaxshi bola musulmon dinini mana qabul qildi. Aytayaptiki, uyda xotinim bor deyapti, Abu Dabida, uni ham musulmon qilaman borib deyapti. Inshaalloh do'stim. Davay, ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar aka. Inshaalloh. Do'stlar, bu yog'i qaranglar, Riyadga qarab ketyapman. Riyadda bilasizlar, Cristiano Ronaldo yashaydi. Shu tarafdan o'tib ketaman ekan, Al Nasr tarafdan. Inshaalloh do'stlar, kuzatib turinglar. Iloji bo'lmadi, to'g'risi do'stlar. Shuncha harakat qildim, mana ko'rdaring. Bilolbek. Bugun 12-oktyabr kechqurun, bugun 124-kunim. Inshaalloh bu yoqqa o'tganimdan keyin antenna chiqmay qoladi. Endi qanday tushuntirib olaman-a? Bilmayapman. Endi tili qiyin bularda, arablarda. Bir gap bo'lar do'stlar. Sim karta topib olgunimcha endi bir gap bo'ladi. Kuzatinglar do'stlar. Bu yog'i endi yana o'zim mana palatkalar, bu yog'i joy topib o'shalarda tunab qolaman.